Oizlar sizga to'ydan oldin o'rgatish kerak bo'lgan asosiy punkt. Yo'q, bu ovqat tayyorlash emas. Erga tegganingizdan keyin agar borgan joyingizda xotirjam yashayman desangiz, kelinli uyingizdan qizli uyingizga, qizli uyingizdan kelinli uyingizga umuman gap tashimang. Erim bunaqa qildi, qaynonam unaqa qildi, o'sini bunaqa qaradi degan gaplarni yig'ishtiring. Umuman bunaqa narsalar bilan ota-onangizni расстраивать qilib, hech gap so'z qilmang. Menga opam, ya'ni meni onam, erga tegganingdan keyin menga umuman telefon qilmasang ham bo'ladi derdilar. Hech qachon menga eringni yomonlama deb aytardilar. Потому что ты завтра с ним помиришься, а я его возненавижу deganlar. Shu gaplarim miyamga yaxshigina quyilgan. O'zi eng yomon narsa oilaga uchinchi shaxs aralashsa. Shuni men inogda eringlar bilan urushganinglarda jahringlar chiqib, kimgadir пожаловаться qilginglar keladi. Хочется, чтобы вас пожалели. Menda ham chunki shunaqa bo'ladi. Shu paytlar bilasizlarmi nima qilaman? Bloknot ochaman. Hamma butun ichimda nima bo'layotganini, ichimdagi dardni o'sha bloknotga yozib chiqaman. Bu payt o'zi avtomatik analiz bo'ladi. Qanday o'zim не то gap gapirdim, o'zimni qanaqa tutishim kerak edi. Bu payt deb немножко успокаиваться qilaman. Конечно, hech kim mukammal emas. Bizda shunaqa vaziyat bo'lgan. Men o'zim uydagilarimni qo'shganman. Ular ham skandalimizga. No, biz 1-2 kundan keyin yarashib ketganmiz-da. Ota-onamiz не то положениеda bo'lib qolishdi. Shuning uchun bilaylikki, bu juda ham katta xato. Baribir ham har bitta ota-onani o'zini bolasi uchun joni kuyadi. Ular neringiz qilishadi, ular o'zini bolasining tarafini olishadi. Ikkinchi, men lichno qilgan xato. Oyijonning oldilarida ochki yig'aman deb, erim menga bergan sekretlarni ularga aytib berardim. U ja sekret emasdi, no bo'ladi-ku, er-xotin gaplashasizlar, eringlar sizlar bilan nimadir bilan bo'lishadilar. Men bu narsalarni oyijon bilan ovqat qilayotganimizda gullatib qo'yardim. Shu bilan shunaqa erimni podstavlять qilganman. Конечно, bu narsa keyin o'zimga qarshi o'ynagan. O'shaning uchun учитесь на моих ошибках, девочки. Bu ham bilasizlarmi, предательствоning bir turi. Ya'ni inson sizga доверить qilib nimadir aytib beradi. Например, наоборот, qayningizlar sizga nimadir aytib beradi. Asli borib eringlarga aytib berasizlar. Bu ham noto'g'ri. Shu bilan ishonch yo'qoladi. И уже bir kuni menga erim aytganlar, "Я уже сейчас буду знать, что тебе не стоит рассказывать" deganlardan keyin miyamga urib, tilimni mana qilishni o'rgandim. Yana nimadir aytib berib, aql o'rgatmoqchi edim, endi eslolmayapman. Kimgadir siringizni ochmoqchisiz. No, agar bu sir haqida boshqa hech kim bilishni xohlamasangiz, bu narsani yuzimga soldi, bu narsani anunga aytib berdi degan gap so'zlarni xohlamasanglar, o'zingizlarning shkafinglardagi skeletinglar haqida hech kimga hech narsa gapirmanglar. Tushundinglarmi? Bilayroq bo'linglar. Bugungi воспитательный darsimiz tugadi. Как всегда, kommentlarda sizlarning fikringizni kutib qolaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinda erga tegadigan tanishingizga yuboring.